Operatsiya jarayonini ko'rsatmaymiz. Bu o'zi 100 turishi kerak. Hozirda 77-78. Ko'rishingiz mumkin. jonli efirda sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Birgalikda sizlar bilan xalqimizga yordam berishga birlashgan bir jamoamiz. Operatsiyamiz og'ir. Operatsiya ikkita operatsiya bo'ladi bolamizda. Nima? Oliy. O'pkani o'ng tomoni yo'q. Xo'p. Azizlar, sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Afzal aka, Bobur akam, Nodir akam va biz operatsiya jarayonidamiz hozir to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, ushbu qurilmamizni operatsiya jarayonini ko'rsatmaymiz. Qisqacha, xo'p, ushbu qurilmamizni birinchisi yurak urishi 125 ta, ikkinchisi, xo'p, bunisi Nodir aka davleniyasi. Tushundim. O'zi holatga qarab oshib boraveradi va bunisi esa saturatsiya. Bu o'zi 100 turishi kerak. Hozirda 77-78. Bu apparat qurilmamizga ulanganidan keyingina bu 78 ga chiqdi. O'zi 40 va 50 o'rtasida bo'lgan. Va biz operatsiya jarayonida endi xalaqit bermasdan chetda turamiz. Amin, doktorlarga Alloh kuch bersin. Amin. Hamilani duo qilishyapti. Qilamiz inshaalloh. Ya'ni operatsiyamiz og'ir. Vaqt o'tib ketib qolganda, juda ko'p vaqt o'tib ketib qolgan. Yosh kattasiroq, chaqaloqligida, kichkinaligida qilish kerak. Analizlari ham, anaqasi ham ko'rib tursa, oyoq qo'llari qanaq ko'karib ketganini, ichki organlari ham xuddi shunaqa ko'm-ko'ri. Xuddi shunaqa kislorod yetishmovchiligi bilan bosh miya insonlarni aldayotganlar, yolg'onchilar va ba'zi mana Imronjonning videosini qo'yib pul ishlayotgan mashinniklar ko'p. 3 yildan beri, 4 yildan beri bitta qo'yib har xil kanallarda Holat bo'lyapti deb ko'rsatish uchun jonli efir qildik-da. asosiy paytida Ha, operatsiya paytida biz xalaqit bermaymiz, iloji boricha jonli efirni o'chirib turamiz. Amin. Assalomu alaykum. Ustoz, qilingiz yaxshimisiz? Endi u boyagi tomirlarni qanaqasiga qarab ma'lum bo'ladi. Holatiga qarab. Hozirda inshaalloh duoda bo'linglar. Biz har bir holatda ko'rishingiz mumkin. Jonli efirda sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Hammasi shaffof va hammasi haqiqiy. Har bitta narsani berkitmasdan sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh duoda bo'linglar. Hali biz ko'plab bolalarga yordam qilishimiz kerak. Ko'plab insonlarga yordam qilishimiz kerak. Biz haqimizda noto'g'ri fikrda yurganlar inshaalloh bizning videolarimizni bizni kuzating, ko'ring va biz o'zimizni haqimizda fikr bermaymiz. Siz o'zingiz inshaalloh to'g'ri fikrni chiqarasiz degan umiddamiz. Va bizni yangi kuzatayotgan insonlar, biz kimmiz? Biz Yaxshilik izlab xayriya jamoasi, Abdulboriy Umarov oilasi. Biz yetim bolalarning operatsiyalari, miskin oilalarning operatsiyalari, uy qurilishi va boshqa yordamlarda birgalikda sizlar bilan xalqimizga yordam berishga birlashgan bir jamoamiz. Inshaalloh bu videoni ham bir yaqiningizga yuborib qo'ying. Hali ko'plab yaxshiliklarni birgalikda qilamiz. Ozgina hayajon bosyapti. E'tibor bermaysizlar. Murakkab operatsiyalar 10 tadan 12 tagacha, 13 tagacha doktorlar bilan o'tadi. Asosiy 3 yoki 4 ta mutaxassis doktorlar bo'lar ekan. Ya'ni kardioxirurglarimiz. Instagram sahifamizda qo'yilmaydigan videolar YouTube'da qo'yib boriladi. Xo'p, azizlar, YouTube oilamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Nimaga? Chunki biz YouTube kanalida, Instagram va boshqa platformalarda qo'ymaydigan videolarimizni aynan YouTube platformasida qo'yib boramiz. Shuning uchun YouTube'ga obuna bo'lib olinglar. 100% qo'llar, holatlar steril holatda kiriladi. Bu narsaga alohida e'tibor bilan qaraladi.
ko'rishingiz mumkin. Hop, yangi kirayotgan insonlar, sizlarga yana bir marta eslataman. Hozirda Imronjon bolamiz operatsiyalari ketmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu qonni filtr qilib aylantirib beruvchi apparat. Bunisi yurekni bittalab yana tushuntirib beraman. Yurekni urishi puls kardiogramma deydi. 132 ta yurak urishi. Bu 78-80 u boya aytganimizdek saturatsiya. Bismillah. Azizlar, operatsiya boshlandi. Iltimos duoda bo'linglar. Operatsiyamiz boshlandi. Amin. Aytganinglar kelsangizlar. Hozir biz operatsiya jarayonini ko'rsamiz tashqarida turib. Hozir birinchi qatlam, ya'ni to'sh qismini kesish bu bo'ldi. Endi operatsiya jarayoni 10-15 daqiqadan keyin boshlanadi. Birinchi etap operatsiyasi bo'ladi. Operatsiya ikkita operatsiya bo'ladi bolamizda. Nimaga? Birinchi va ikkinchi operatsiya. Birinchi operatsiya yurakda qon tomirini ulash, ikkinchi operatsiyamiz u parok bo'yicha bo'ladi. Xo'p, yana ham to'liq ma'lumotni mutaxassisimiz professor Nodir aka inshaalloh bugun kechga yoki ertaga bizga aniq ma'lumotlarni beradilar. Mana sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh Allohning izni bilan bolamiz hali sog'ayib ketadi. Faqat duoda bo'lib tursanglar bo'ldi. Biz ortiqcha xalaqit bermagan holatda ishlashga harakat qilganimiz yaxshi. Doktorlarimizga xalaqit berib qolishimiz mumkin. Bizga ham yordam bergan 2 oy yashashda qizaloq juda qiynalgan ahvolda. Xo'p, azizlar, murojaatlar bo'yicha Instagram platformamizda va YouTube platformamizda telefon raqamlar qoldirilgan. O'sha telefon raqamlarga faqat operatsiyadan keyin kechga telefon qilsanglar, Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Xo'p, bizni kuzatayotganingizlar, inshaalloh operatsiyani shu holatigacha prямой efirda sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Bu hammasi shaffof, haqiqiy va bironta yolg'on ishlatilmasdan qilinib sizlarga ko'rsatib berilayotgan jarayon. Ya'ni bitta ham yolg'on biz ishlatmadik. Bizga oldi qochdi, u yoq bu yoq sizlarga va'da berganimizdek bugungi kungacha, ya'ni Imronjonning operatsiyasigacha yetib keldik. Bu hammasi haqiqiy va shaffof, haqiqiy holatda operatsiya ketyapti. Bironta yolg'on, nima deydi, falshiviy nimadir qilish bu yerda kerak emas. Biz bunga nima deydi, bunaqa narsalardan uzoqdamiz ham. Va va'da berganimizdek har bitta narsani haqiqiy shaklda, shaffof shaklda sizlarga ko'rsatib berishga, yetkazib berishga harakat qildik. Sizlardan bitta narsani so'rab qolamiz. Shu videoni yaqin bir do'stingizga yuborishingiz, istoriya qo'yib berishingiz va like bosib qo'yishingiz. To'g'ri, like kim uchun muhim? Biz shu ishlarimizni davom ettirishimiz uchun, keyingi bemorlarga yetib borishimiz uchun. Like shunchaki emas, yurakdan duo qilib bosishlarni so'rab qolardim. Har biringlardan bitta narsani so'raydigan narsam, yaxshilik qilaylik, insondan yaxshilik qoladi. Hammaga rahmat. Amin. Ketdi. Faqat inshaalloh yaxshiligi birgalikda etamiz. Ehsonni mukofoti ehson deyshadi. Va va'da qilganimizdek bugungi kungacha yetib keldik. Inshaalloh Allohning izni bilan sizlar duo qilib tursanglar, keyingi maqsadlarimizga ham birgalikda etamiz. Hammaga rahmat. Maqsadimiz, niyatimiz juda ham katta. Faqat inshaalloh yaxshiligi birgalikda etamiz. Ehsonni mukofoti ehson deyshadi. Va va'da qilganimizdek bugungi kungacha yetib keldik. Inshaalloh.
Mumtoz Amerikada yashagan. Mumtoz to'payib. Ha? Anachi, говорит поэтому. Шерали eshitamadim. Еще это. Она еще. Azizlar, hozircha operatsiya jarayonimizni juda ham yaxshi, zo'r o'tyapti. Allohga shukr. Doktorlarimizdan, kardioxirurglarimizdan va yordamchi assistentlardan hammadan mana shu operatsiyasiga hissasini qo'shgan, like bosib qo'ygan, tarqatgan, pul ehson qilgan hammaga rahmat aytib qolaman. Oli. Ha. Bo'ldimi? Inshaalloh qalay bo'ldi. Yaxshi. Qo'rqqanimiz yurak to'xtab qoladi deb qo'rqdik. Yurak to'xtab qoladi. O'pkani o'ng tomoni yo'q. O'pka qon tomirining o'ng tomoni yo'q umuman. Ya'ni o'pkani qon tomiri umuman yo'q. Yurakdan chiqqan joyi yo'q. Stvol bor, chap tomon bor, o'ng tomon yo'q. O'shanga stvolga qon tomir qo'yib, o'ng tomonni yasadik. Operatsiya 83 yomon emas. Doniyordan yomon emas. Endi hozir yo'q olsak, ozgina bunaqa operatsiyalar qoniydi ozgina. Shu qonlarini hal qilib olsak, xudo xolisa hozir qon to'xtatib olsak, bo'ldi, yopamiz. Inshaalloh, azizlar, operatsiyamiz juda ham zo'r o'tdi. Bunda xizmat ko'rsatgan kardioxirurglarimiz, doktorlarimiz, assistentlarimiz, mestralarimiz hammaga alohida rahmat aytib qolaman va kimni rahmati bo'lsa, kommentariyada bemalol yozsanglar bo'ladi va shaxsan Nodir aka o'zingiz akkauntingizni atmetga qilib ketamiz. Bemalol ishlarini kuzatishingiz mumkin. Biz bilamiz, respublikamizda eng kuchli mutaxassislardan birisiz, aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham, hamma yordam berganlarga. Shu bolamizning operatsiyasiga shu pul topolmasdan 2 yilmi, 2,5 yildan beri qiynab qo'yishgan bolachani holatini o'zlik ko'rishdi. O'sha qanchalik ko'karib ketganini, boshqasini o'sha bizga murojaat qilishganda pulimiz yo'q, operatsiya qildirishgan deyishdi. Kevur homiy topamiz dedik, siz chiqib qoldingiz. Alloh iznidan. Ha, o'z hech qanaqa anaqasiz kevur kimdir topamiz, bu yordam beramiz deb chaqirtirgan edik. Rahmat hammaga. Operatsiya aytgancha eslatma, ushbu operatsiya bo'lishiga asosiy sababchi inson siz bo'lasiz, aka. Bu bilib qo'yishingiz kerak, chunki bizani chaqirgan, bog'lagan, ko'rsatgan siz bo'ldingiz o'sha kuni ham. Sog' bo'linglar hammaga. Rahmat katta. So'nggisi inshaalloh operatsiyamiz qanaqa bo'ldi? Og'ir operatsiya yaxshi qilib chiqdik ekan, bu yoq qo'ldan kelgancha. Ikkinchi aka. Endi reanimatsiya xudo xolasa eson. Ko'plab operatsiyalarni, ko'plab bolalarni birgalikda mana shunaqa nima deydi, xalqimizning xizmatini qilish nasib qilsa. Sog' bo'linglar, rahmat aka. Rahmat. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Abdulboriy Umarov Yaxshilik izlab oilasida sizni ham kutaman. Inshaalloh obuna bo'lishni unutmang. Azizlar, ko'rganinglardek, operatsiya jarayonimiz hammasi juda ham go'zal va yaxshi tarzda o'tdi.
Endi bolamizani faqat organizmlari, o'zlari, tanalari kurashib bersa bo'ldi. Operatsiya jarayoni to'liq shaklda ko'rdinglar va bolamiz uchun faqat duoda bo'linglar. Biz Imronjon uchun oxirigacha kurashishga va'da berganmiz va inshaalloh oxirigacha kurashamiz. Birgalikda yaxshilik izlashdan to'xtamaymiz. Hammalarni oilamiz safida kutib qolamiz.